Shahboz aka. Bular? Davron to'ldiring. Tilaklaringizni shuni esa bildirtingizlar qani? Hozir savol beraman sizlarga. Mashatda bunday kelsin aka. Aha, bu narsa o'rganaman sizlardan. Mikrofon berish kerakmi? Yo'q, o'zim. Bir nimaga aniq qilib qo'yish kerak edi. To'xtang, kattalardan. Iskandar aka. Mana bu tarafga qarab gapirasiz. Taraf. Taraf. Nima sizni baxtli qiladi? Do'stlar diydori, Aha. ikki qator she'rlik, xotirjamlik, Nima sizni xafa qiladi? ranjitadi demoqchisiz. Aha. Ayollar? Kamsitish. Aha. Okey. Farhod aka, Labay. nima sizni baxtli qiladi? Meni eng baxtli qiladigan narsa yurtning tinchligi Okey. va hammani sog'ligi. Siyosatdan boshlamang-da. Yo'q, rost kamiga ham shu. Hamma sog' bo'lib, tinch bo'lsa, Aha. hamma baxtli bo'lib, farovon hayot kechiradi. Zo'r. Xafa qiladigan nima? Meni xafa qiladigan narsalar yoshlarimiz endi qanaqa yoshlar? Hozir mana shu maktab yoshidagi yoshlarimizning ilmga yaxshi Kattalar ketadi, deb ketadi. ilmga yaxshi qiziqmayotgani, har xil boshqa narsalarga qiziqib qolayotganligi meni Xafa qiladi. xafa qiladi va o'ylantirib qo'yadi. Okey. Tohir aka, Menga indamaydi. davay ayting. Mana aqlli gaplar bilmayman. Mana baqqa Sherzak beringlar. aka, sherzak aka. Ha, yosh bo'yicha Sherzat Mamnush. Nima sizni baxtli qiladi? Yaxshi, mana bu yerga gapiring. baxtli Aha. Moshina so'ragan Shuni qidirib yuribman lekin. Aha, ayting. Ikkinchiga uylansammikin? Nima xafa qiladi sizni? Shu bittaligida. Bo'ldi. O, Shesta. Nima sizni baxtli qiladi? Baxtli qiladi. Ha. Oilam tinch Biyin? bo'lsa baxtli bo'laman. Aha. Nima xafa qiladi sizni? Xafa qiladigan narsami? Ko'p o'ylanish xafa qiladi. Ko'p o'ylanish. Bola To'g'ri bo'lmas, bo'lishini to'g'ri bo'lish. bola bo'lmas g'oyalar, bola bo'lmas fikrlar odamni xafa qiladi. Good. Qayerda? O'zi ham to'ylyapti. Nima sizni baxtli qiladi? Baxtliman. Ota-onani sog' salomatligi, oilangiz tinchligi, ishingizda omon bo'lib yurishingiz. Nima xafa qiladi sizni? Shularni bo'lmasligi. Good. Yashin. Nima sizni baxtli qiladi? Bizni baxtli shu yurtimizni, oilamizni tinchligi baxtli qiladi. Aha. Tinchlik bo'lsa, keyin Xafa qil. Nima sizni xafa qiladi? nima xafa qiladi? Adolatsizlik xafa qiladi. Rahmat. Nima sizni baxtli qiladi? Qo'lim meni baxtli qiladi deng. Birinchidan yurt tinch bo'lsa Okay. va musulmonlar bir-birini o'ylasa, har doim yaxshilikka avaylasa, o'sha narsa menga xursand bo'ladi. G'amgin tomoni nima desa, musulmon bo'lib turib, chetda bir-birini ko'rolmasdan bir-biriga o'qisa, o'sha menga juda alam qiladi, ranjitadi. Juda ham yaxshi. Shaxsan, ma. Nima seni baxtli qiladi? Sog'lik, salomatlik, tinchlik Xo'p, juda ko'p bo'lgan. nima xafa qiladi seni? Nima qiladigan narsa kasalchilik bo'lsa, Aha. odamlarning kayfiyati yomon bo'lsa, muhit yomon bo'lsa, Aha. asosiysi muhitimiz zo'r bo'lsin. Good, good. Shuning uchun bir baxtli bo'lamiz-da bugun. Shuncha oldik qismimiz. Mana eshitdingizlar? Hamma bilan. Ko'pchilik tinch bo'lishini xohlaydi O'zbekistonda.
ham adolatsizlikni yomon ko'radi. That's good.